Hozirgi kunlarda Kobaltada juda ham ko'p bo'ladigan muammolardan bittasi yana bir. Hop, 37 ming probeg yurgan mashinamizda ventilyator постоянно ishlab qolish holati kuzatilyapti. Ya'ni ventilyator misol uchun suvni gradusini 94 gradusda o'zi o'chirib bo'lgandan keyin ventilyator boshqa ishlamash kerak. Hozirgi Kobaltimizda ham 90 gradusdan ham pasayib ketdi, lekin ventilyator постоянно ishlab qolgan. Buni ziyon tomoni nima deydigan bo'lsalaring, ventilyator постоянно ishlab qolgandan keyin ventilyator lobs parrechasi ishdan chiqib qolish holati kuzatiladi. Buni ikkita holat bilan yo'q qilsa bo'ladi. Konditsionerda freonini noldan yangilab yo'ymasa gazini chiqarib yuborish holati bilan yo'q qilsa bo'ladi. Yoki bizga o'shqarib через programma orqali yo'q qilsa bo'ladi. Endi sizlarga ikki xil holatdagi narsani tushuntirib o'taman. Kompyuter orqali yo'q qilinadigan narsa, ya'ni xladagin buni aloqasini uzib qo'yamiz. Hech qanday xladagin, konditsionerda xladagin ko'tarilib ketgan taqdirda ham ventilyator qo'shib постоянно ishlab qolmaydi. Bu vechniy ketadi akalar. Agar sizlar konditsioner freonini almashtiradigan bo'lsalaring yoki gazini chiqaradigan bo'lsalaring, bu vaqtinchalik yana qanchadir vaqtlardan keyin yana bo'lib qolishi mumkin. Tanlov o'zlaringda ikki xil holatdagi tushuntirib o'tyapman. Endi misol uchun ko'pchilikda hali tabloga suvni gradusini chiqarishmagan, bilishmaydi, ventilyator ishlab turgandan keyin pamoyim o'ylashadi, suvim qaynab ketyapti deb bir xil o'ylashishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha tabloga suvni gradusini chiqartirib, xiladagilarni kompyuter orqali to'g'irlatib ketsalaring, o'zimizda mashinalardan ortiqcha muammo kuzatilmaydi. Ya'ni ventilyatorlar vaqtida ishlab, vaqtida o'chadigan holat qilib beramiz. Hozirgi akamizda ham xuddi shu masala bilan kelishdi. Ventilyator постоянно ishlab qolish holati, 3 pagovinni prostoyga haydab kelib to'xtaganda o'chib qolish holati bor edi. Uni ham через programma orqali hamma ishlarini viratula kangustlarini to'g'irlab, zaslonkalar turgan ekan zaslonkalargacha tozalab, viratula yurishlarga yengil yuradigan qilib programmalarini tayyorlayapman. Buni yozib beraman, mashina shu bilan idealniy bo'ladi. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarga telefon qilib kelasizlar. Joylaringiz sog' bo'lsin, charchab qolmanglar.